arzon Namangan kanalini kuzatib, arzon narxda mashina olaman deganlar uchun Nexus 2 mashinasi 06 ni puliga narxini taxmin qilinglar. Sizlar o'ylaganlaringdan boshqa arzon narxda narxi yoqadigan bo'lsa, eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar. Bunaqa narxdagi mashinalarni faqat eng arzon Namangan kanalidan topasizlar. Bunaqa narxda Luboy kanalidan solishtiringlar. Yo'q lekin. Biz sizlarga eng arzonni ko'rsatishda davom etamiz. Eng arzoni bo'ladi albatta. To'xtamaymiz arzonni qo'yishdan. 2009 Lux konditsionerli. Narxini bitta taxmin qilinglar. Sizlar o'ylagan narxdan arzon qo'yaman. Telegram kanalida nomerlari olib baraka qilib olib ketaverasizlar. Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanaldan egalar nomerlarini olasizlar. Faqat Afirmitga bo'ladi mashinamiz. Pultlargacha bor. Lux konditsioner. Mana o'zini sovutyapti. Sonus Tramlo motorda, ballonlari yaxshi holatda, esfero kalpaqlar. 100 talik temir gazlarigacha bor. Gerb loboylar bor. Ichini ko'rsatishdan oldin narxini aytib o'tib ketasizlarga bitta like bosib qo'yasizlar, keyin ichlarini ko'rsataman. Eng arzon Namangan kanalida biz sizlar uchun atiga 2009-yil Lux konditsionerli mashinamizni atiga 2350 ga berib yuboramiz. Egalar nomerlari Telegram kanalida. Hali ham kuzatib o'tirgan bo'lsangiz, siz Telegram kanaliga o'tib, egalar nomerlarini olib baraka qilib olib ketsangiz bo'ladi. Mashinaning holatini qaranglar. 2350 ga 100 talik temir gazlari bor. Mashina Afirmitga bo'ladi. Oynalar elektronniy, magnitofon, barlarni qaranglar. Chexollari ham zo'ridan. Mashinani kamchiligi yo'q. Proverka qilib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Udar yo'q deyaptilar. Kraskasi asfalt bo'lgan ekan. Mashinani gap yo'q lekin shaxsan o'zimga yoqdi, lekin bunaqa narxda albatta topa olmaysizlar. Solishtirib ko'ringlar. Eng arzon Namangan kanalida bunaqa narxlar faqat eng arzon Namangan kanalida bo'ladi. Tekshirib ko'rib, proverka qilib olaverasizlar. Nexus olaman deganlar uchun 2350 ga eng arzon Namangan kanalida Telegram kanaliga o'tib baraka qilib olib ketaverasizlar. Bosaverasizlar.